Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, hurmatli foydalanuvchilar, obunachilar. Hozir bizda pitoningizda pulli xizmat qilgan 7 oylik Vika laqabli xizmat eti yuridik va jismoniy shaxsligi pulli xizmat asosida umumiy bo'ysunuvchilik komandalar chiqarib berilyapti. Kuchugimiz kelganiga 1 oydan oshdi. Shu davr davomida kuchuk kinovga kontakt bo'lib qolgan ancha. Komandalar ancha tez shakllanyapti. Nemetskiy овчарка urg'ochi. Hozir qo'l ovoz aralash komandalar berilyapti. Хорошо, диками. Молодец. Kuchugimiz ancha aktivni. Kuchukka o'rgatiladigan komandalar: sayr qilish, oldimga kel, o'tir, tur, yot, o'zini koptogida o'ynaydi. Kinologga oldiga olib kelib beradi. Bu komandalar keyinchalik kuchugini olib kelgan yuridik va jismoniy shaxslar ham bu komandalarni bemalol ishlata oladi. Xohlasa mutaxassis kinologlar bilan birga kelib shug'ullansa bo'ladi. Bir haftada 2 marta, 3 marta o'zini xohishiga qarab. Umumiy kurs jarayonlari ketyapti hozir. Да. Хорошо. Вика, ко мне.